Minecraftda olmos topishga qiynalyapsanmi? Unda mana bu texnikani sinab ko'r. Natijasi seni lol qoldiradi. Bilamizki, olmosdan yasalgan zirhli kiyimlar hamda qurol aslahalar Minecraftdagi eng chidamli va eng kuchlisi hisoblanadi. Va aynan shu sababli olmoslar Minecraftda juda qadrlanadi. Va ushbu screenshotda ko'rib olishingiz mumkinki, ular ko'pincha -8 balandlikdan -58 balandlikgacha paydo bo'lishadi. Bu texnika uchun sizga atigi bitta kirka va suv to'ldirilgan chelak kerak bo'ladi. Ushbu asboblar yordamida videoda ko'rsatilgan uslub bilan yer ostiga chuqurroq kavlanasiz. Koordinatalaringiz -53 balandlikka yetgunga qadar davom eting, chunki aynan shu darajada siz lava sathidan balandroqda bo'lasiz va olmoslar uchish ehtimoli ancha yuqori bo'ladi. Ro'parangizdagi bir necha blokni sindiring va chegalakdagi suv yordamida suzish holatiga o'ting. Shunda siz bir blokning ichiga kira olasiz. Bu holatda ko'rish maydoni kengayadi va oddiy 2 tarzda kavlaganingizga qaraganda ancha ko'proq hududni ko'rasiz. Endi har ikki tomonga 2 blok tashlab kavlab boring. Bu bilan siz maksimal foydaga erishgan holda 80% gacha ko'proq olmos topasiz.